Assalomu alaykum hammaga. Yana sizlar bilan IT guruhi. Bugun biz Scratch dasturini ko'rib chiqqanmiz. Videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ishonamanki, bu videolar siz uchun qiziq bo'ladi. Agar YouTube kanalimga obuna bo'lsangiz, Telegramdagi linkga ham o'sha yerda turibdi. Linki. Unga kirib Telegramga ham obuna bo'lishni unutmang, chunki Telegramda siz uchun qiziqarli bo'lgan bir nechta video, turli xil mashqlar, shunga o'xshash narsalar mavjud. Endi biz Scratch dasturiga kiramiz. Scratch dasturiga kirib oldik. Endi biz bu yerda qaysi bölümni birinchi ishlatishimizni belgilab olamiz. O'n ikkita bölümni shu ko'rinishda belgilab oldik. Endi biz mana bu birinchi bölümni ko'rib chiqamiz. Bu sahna degan nomi bor. Bu birinchi bölümlik. Birinchi bölümda biz mana bu mushukchani boshqarishimiz, turli xil spraytlar qo'shishimiz mumkin. Xullas bu yerda spraytlar harakati ko'rib chiqiladi. Ikkinchi bölümda bu spraytning nomi sprayt 1 ekan. Bu ko'rinish ko'rsatmasligi bo'lmasa ko'rmay qoladi. Mana shu yerda edi, to'g'rimi? Olib ketib bo'lmaydi. Yo'q, qo'yib qo'ydik. Bossak har bir joyda turgan. Uni uchga ko'rinmaydigan paytida hech grafikga burilish yo'q. 90 gradusga o'zini qo'yib, bu razmeri hozir 100, qog'ozga 9 qo'shsak 140 razmer ekan. Endi agar biz mana bu razmeri kichikroq qilgandik, bunisi ham kichikroq qoldi. Bu x o'qi bu eniga va bu bo'yini qog'ozga harakatlantirish mumkin. Boshqa bitta nol qo'shsak demak buni 9 qilamiz. 9 xuddi shu kelib qoldi. Agar 9ning alt tomoniga bir raqamini qo'shsak, olgani siljiydi. Bu tomonda ham xuddi shunday. Agar 5 qilsak, pastroq siljiydi. Bu parametrga minusga kirib ketadi. Bu tomonga qo'shsak, bunisi minusga kiradi. Hammasi plyus bo'lishi normal joyi mana shu hisoblanadi. Endi biz 3-bo'limni ko'rib chiqamiz. 3 mana bu bo'lim hisoblanadi. Biz hozir tilni o'zgartiramiz o'zbekchaga. Hozircha tilni o'zbekchaga o'zgartirdik. Endi biz fayl bo'limini ko'ramiz. Saqlash usullari bor. Siz faylimizni Scratchning bir qismi qilib saqlab qo'yishingiz mumkin. O'zgartirish turli qo'yish bu o'zgartirish uchun kerak darsliklar bu darsliklari bor. Buni keyingi darsda ko'rsataman. Scratch loyihasi bu Scratch loyihasi nomi. Men 3 ta katta harf bilan S degan Scratch loyiha nomini qo'ydim. Endi esa biz 4-bo'limni ko'rib chiqamiz. 4-bo'lim mana bu bayroqcha bosilganda bu hodisalarda bayroqcha bo'lishi kerak. Keyin bu bayroqcha bosilganini bossak bu harakatlanadi. Agar biz birdaniga to'xtatib qo'ymoqchi bo'lsak, mana buni bosamiz, keyin birdaniga to'xtatib qoladi. Bo'lsa, mana bu asosiy sahnani mana bu joyga kichkinagina qilib, mana bu katta bo'lgan pastdagi ikkinchi
7, 6 bo'limlarni ham mana bu joyga kichkinagina qilib qo'yib qo'yadi. Biz esa kattaroq mana shu sahna butun bir monitorga shunchalar menimcha monitorga qo'yadi. Biz bularni hozir bosmaymiz, chunki raqamlar o'zgarib ketishi mumkin. Endi biz 5 ni ko'rib chiqamiz. 5 bu fon. Mana biz 5-bo'limga keldik. Bu fon tanlash, bu fon tanlash kerak. Fonni tanlash kerak. Nima bo'lyapti? Bu chizish, fonni chizib olishingiz mumkin. Bu ajablantirish. Buni hech kim kutmagan, menimcha. Ajablantirish. Bu esa bu sprayt tanlash ikkalasi ham. Bunisi sprayt chizish, ajablantirish. Shuni oldimga har doimgidek saqlash. 7-bo'limda bu sprayt mushukka. Agar ko'p spraytlar bor bo'lsa, mushukni oxiriga qo'ymoqchi bo'lsak, shuni suramiz. Bu esa kerakmas bo'lsa o'chirib tashlaymiz. Buni rosa ko'chib ketadi. Biz 8-bo'limga ham yetib keldik. 8, 9, 10. Bu bo'limlar qanday tushunasiz bilmadim. Menimcha tasavvur qilsak, bu ferma turlari esa fermadagi mollar. Ho'kizlar, sigirlar deydi, shunday qilish. Bu esa yaylov. Juda ko'p fermadan turli xil mollarni olib, yaylovga qo'shishimiz mumkin, ya'ni bloklar maydoniga. Bu esa bloklar. Bu yerda esa bloklarning bosh menyusi. Bloklarni shu yerdan olishimiz mumkin. Endi 11-bo'limni ko'rib chiqsak, bu kod, bu kod bo'limi. Mana shu joyi. Sonli. Asosiy bo'lim 3 bo'limdan kod, ko'rinish, ovoz. Agar mana bu 10dagi o'qisi bor sizga kamlik qilsa, ya'ni boshqacha bloklar ham kirib qolsa, men bloklarni yaratib olishingiz yoki mana bu 12-qismida olishingiz mumkin. Bu kiriladigan narsalarni albatta keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Hozir men sizga Vandekamdagi deyarli barcha narsalarni o'rgatdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling. Boshqa videolarni ham ko'rib boring. Telegram kanaliga ham obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.